bir marta subhanallohi deb chin dildan banda Allohni zikr qilsa, ana shu zikrini savobi tarozini to'ldiradi, qiyomat tarozisi. Agar banda bir marta alhamdulillahi vallohu akbar deb qo'ysa, yer va osmonlarning orasi savobga to'lar ekan buning uchun. Qarang, boshqa hech narsaning keragi yo'q. O'tiribmiz oddiy holatda bir soniya ham ketmaydi subhanallohi deyishga. Tarozini savobga to'ldirib olamiz. Valhamdulillahi vallohu akbar deyishga hech qanday vaqt, harakat, juhd, mashaqqat yo'q. Savob to'la. To'lganda ham osmonlar va yerni orasi to'la.